5 ayning 13 kuni oldi. Ma do'kon Turpan Shinpulga ishlagan do'kon. Bu qanaq do'kon deganda, bu yerda 2 xil narsa, 3 xil narsa bo'ldi. Bu biz Uyg'urlarga yalina nisbatan aytganda, bunda so'g'at har xil narsalarni tayyor qo'yib, masalan, qaskin biz market oldik, bir marketda, oshunda bir sizdan chal sopani oyini oldik, gulni mayadini oldik, hammamiz yig'ishtirib ekan bir qalta qo'yib, so'g'atli qaytirmadi avval ekan. Oshunday narsani tayyorlab, o'zligidan ashuni tayyorlab, yig'ib, bordon qoldim, hammani qilib, ona biz japa, bayjapa, endi meyda qanaq qilib desanglar, bu bizning do'kon, bala darslarni har xil bordon, her baha, her sifat, her iqtidor, her kimse her holatda siz degan o'lcham bo'yicha yoki bahada yoki ishilish o'rniga nisbatan hamma siz degan bo'yicha keltirib, qipirdi. Masalan, manda nimlar 129 ko'y, buning ichida har xil girim buyumlari vaqtlardan keyin menda qanday men ochiq chiqqan. Baranda mana. Ma 68 ko'y. Ma gulchay, ankin kamput, Shinjongga bu nimalar. Bularni siz Shinjongdan ishga manga vaqtingizda savodoshlaringizga, ma'lumlaringizga, xizmatdoshlaringizga yoki bo'lmasa shunda xaridor, so'z munosabat deymizmi, har xil munosabatlarga shakl buldigan holatda siz degan o'lcham bo'yicha, siz degan baho bo'yicha yoki siz degan son sifir bo'yicha, son bo'yicha hammasini tanishib shunda qilib birdi. Bu yerda bular hamda sunnat to'y, tug'ilgan kun, to'y va hokazo har qanday narsaga siz degan o'lcham baho bo'yicha o'lchab qilib olaydi. Andan keyin ishkildiki, savoddosh, xizmatdosh, so'z munosabati bo'la olsangiz, bu yerda mashina o'xshash, siz bir do'kondan bir molni, yana bir do'kondan yana bir mol olib qilishdan hojat yo'q. Misol gaplar mana baho, muncha baho, yoki bunday narsani shakllantirmoqchi edim. Yoki bo'lmasa bunday holatni shakllantirsangiz, bunday mehr muhabbatni so'g'at shakllantirsangiz desangiz, mishada hammasini qilib olaydi. Ben o'rni Shinfulda mana nimjo'dan bu. Sen chiqdingmi? Boshchi. Boshchimi, boshchini qishidlar.